Qo'qonni o'zida shunaqangi katta gigant zavod bor ekan. Hoji aka, imkon bo'lsa, imkon betondan bosib yuborasizmi? Uni piltalarni qarang, ko'pligini Xitoy texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, siz xohlagan razmeringizni quyib beriladi. Bu yerdachi shilaka bloklari ham bor ekan. Sementi ham ayamay qo'shishgan. Qarang, sinib ham ketmaydi. Ham birinchi qo'l, eng optim joyi. Stalba yo'q ekan deysizmi? Mana stalbalarimiz ham bor. 9,5 metrligi ham bor, 11 metrligi ham bor. Endi men o'zim quruvchilar oilasida katta bo'lganman, shuning uchun armaturalardan birov so'rab qo'ydim. Haqiqatan ham begovotkini ishlatishar ekan. Texnologiyalarni ham zo'rini olib qo'yisizlar aka. Xudo ziyoda qilsin. Rahmat. Ko'rdingiz, sifati zo'r hammasini, narxlari ham arzon, birinchi qo'l deyapsiz. Aka, mabodo biz tomondan keladigan klientlarga qanaqadir bir bonuslar qilib berasizmi? Agar sizni nomingizdan Ro'shan aka nomidan chiqsa, skidka qilib arzon narxda hisoblab chiqarib beramiz. Alloh aka, rahmat. Aka, rahmat. Alloh baraka bersin boshlagan ishlaringiz. Sog' bo'linglar. Kela olasizlar imkon betonga.